Assalomu alaykum aka ukalar, opa singillar. Biz probeyizni boshlagan edik. Tugatdik. Travertin deydi buni. Bugun tugatdik, lagun uryapmiz hozir. Tunikofon xizmati ham bor. Tunikofonni ham uramiz, agar kimga kerak bo'lsa tunikofon. Travertin urdirman. Fasatni boshlaganmiz nasibsa. Bu xilda fasad bo'lsa uraveramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Qanday usta? Assalomu alaykum. Lagurlatir polni. Lagur sonmay bilist kerakmi chiqib. Polni cho'tki bo'larmish. Fasad, tunikofon, ishkeri remontlar hammasini qilamiz, asboblar bor. Uramiz bir chetdan. Tunikofonni bu bo'ydan ishkeri remontlar ham bor. Kalorchasi. Mehmon gratanjay. Mehmon. Neden sütlerin ama? Kimga qanday shundan patologlar bo'lsa ham fonliq beramiz. Remont patkulish mehmonxonalar. Hammasi bo'ladi. Ishkari remontlar. Nelerga setka ursa vaqti zo'r bo'ladi, qora setkadan. Vaqti zo'r bo'lardi. Endi berga urmagan. Любой xilda pazakes zakasman qarab, qanday bo'lsa любой сложность qilamiz. Nasib patolog gullab qilib, obboy bormi, atlasi bormi, bars kraska yo'q, natrijnoy patolog hammasi bor. Sutini o'chirib qo'yaylik. Fundament nurg'on joqda prosta fundament tursa vaqt g'izada bo'ladi. Fundament turg'on joq. Nasib qolmasa kimga ma'qul kelsa shunday fasadlar o'zimizda Tojikiston territoriyasida bu joyga borib qilib beramiz.